Oldin ham mem degan so'zni eshitganmisiz? Mem o'zi nima? Endi bilib olasiz. Mana bu. Wolfgangster. Mana bu. Importniy sizga o'xshagan odamlar ko'p. Importniy bombs. Va menga eng yoqqani mana bu. Bu gali ishonchi qilganini ko'p. Bular hammasi memlar. 1976-yilda Richard Dawkins degan biolog Egoist gen degan kitobida memlar degan so'zni ixtiro qilgan. Mana bu 3D animatsiya internet olamida birinchi mem deb hisoblanadi. 1996-yildagi Dancing Baby. Birinchi video ko'rinishdagi mem esa 2012-yildagi Psyning Gangnam Style klipi hisoblanadi. Nimaga memlar bunchalik ommaviy bo'lib tarqalib ketgan? Bunga quyidagi sabablar bor. Birinchidan, memlarni yaratish juda ham oson va eng muhimi, maxfiylikni yo'qotmaysiz. Bu memlarni kim yaratganini hali ham hech kim bilmaydi. Ikkinchidan, memlarni tushunish juda ham oson. Mazza qilib kulib, o'rtog'ingizga ham bitada jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Va uchinchi sabab, memlar bu yumor. Doimiy tarzda sizga yaxshi kayfiyat beradi yoki aks hollarda g'alati hodisalarni ham kuzatsangiz bo'ladi. Bizga esa bunaqasi aniq yoqadi. Aynan shu sabablarga ko'ra internet olami memlarga to'lib ketgan. Siz esa eng yoqtirgan memlar qaysi?